Kadiz qaynonamdan tuna baliqli kimbap retsepti. Tuna balig'imizni yaxshilab suvini siqib chiqqanimizdan keyin pishirilgan guruchimizni isitib olamiz va karam tuzlamasini suvini yaxshilab siqib chiqqandan keyin kunjut yog'i va ozgina shakar qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Guruchimizga ham kunjut yog'i, qovurilgan kunjut va ozgina tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Kimbapga tuxum qo'shilsa juda ham mazali bo'ladi. Shuning uchun 3-4 ta tuxumni yaxshilab chaqib aralashtirib olamiz. Kadiz qaynonam hojatxonaga ketib qoldi. Shuna qilib tuxumimizni yaxshilab qovurib olamiz. Kimbap tayyorlanadigan kiyimga tayyor bo'lgan guruchimizni yopishtirib chiqamiz. Bugungi kimbapimizga tuxum, kimchi, tuna balig'i va albatta ozgina mayonez ham qo'shiladi. Shuna qilib guruchimizni ustiga kunjut barigidan 2 ta, kimchi, tuna balig'i, tuxum va mayonez solib chiqamiz. Kunjut barigini o'rniga salat barigidan ham qo'shsangiz bo'ladi. Kimbapga qanchalik ko'proq kimchi qo'shsangiz, shunchalik mazali bo'lib chiqar ekan. Shuna qilib tuna baliqli kimbapimiz tayyor bo'ldi. Buni endi Kadiz qaynonam bilan alohida mukbang qilamiz. Yoqimli ishtaha.